Qancha bo'ldi? Mayli, soatga qaramaymiz. Soatda hech nima yo'q. Voy, bu nima? Bunday Minecraftda yaqinlashtirib qaraydigan bo'lmaydi hozir. Bunga yo'q. Bu hammasi ekan. Qayerga ketdi? Ha, ana. Yo'q. Shu mumkin emas. U hozir parkurmi shunda? Mayli, bora. Cheater. Ha, nima deysan yana? Sen nima boyib ketganmisan? Mayli, bu yoqda nima qilib o'tirsan? Bu yoqda o'tirish cheaterlari haqqoniy narsalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ha, bo'pti. U yoqqa boraylik, yur ketdik. U yerda parkur bor ekan, shu yerga boraylik. Yo'q, mening vaqtim yo'q. Hali o'zi bugun keldingiz, lekin sayohatdan dam olgin. Bo'pti. Merdan so'rab qaytaman. Merdan mer o'tiribdimikan mer? Assalomu alaykum mer. U ko'rib turgan ana u yoqdagi narsani kim yasadi? Bu nima? Meni ishlarim ishladi. Uni o'tgan odamga ichida sovg'alar bor. Rahmat. Men o'tsam bo'ladimi? Albatta, ha, o'tsang bo'ladi. Okey, unda rahmat. Tezroq o'tsam, tezroq olardim. Bu menimcha uzoq parkur emas. Menga oson parkurlar, chunki men parkur o'ta olaman. Parkuristman. Voy! Maqtangan umiddi. Maqtanishga bo'lmaydi. Mayli, ketgan yerdan boshlamaymiz. Boshdan boshlab ketadi-yu, va. Okey, tezroq. Ketaveramiz. O'zbekistonga ishonganlar endi nima qilamiz bilmadim. Chunki men Portugaliyaga ishondim baribir. Chunki Portugaliyada Ronaldoni oxirgi shanslardan biri edi. Shuning uchun ishongandim Portugaliyaga. Voy. Buni qaranglar. Bu nima bu? Mayli. Aslan tushamiz. Bu yer eng oson yer shekilli. Lekin shundan bu yoqda suv qolib qo'yar ekan va bu yoqda shlim chiqib qo'ydi. Hop. Do'stlar, hozir buni olib olaman. Voy, ko'p ekan. To'xta do'stlar. Bir narsa hozirgina ko'rib qolgandim. Shuni aytmoqchi. O'tgan qismni ko'rmaganlar, bu merga yasalgan uy. Buni merga yasab bergandim. Kichkinagina uy yasab bergandi. Shuning uchun yasab bergandim. Shu qismni ko'rmaganlar ko'rsin. Yana bir marta assalomu alaykum mer. Endi uni olsam bo'ladimi? Albatta, o'tgan bo'lsang ol. Rahmat. Lekin men o'tib turib yana tushib ketdim-ku. Nima deb ketdim? Tushdimku o'tib bo'lib. Shuning uchun yana bir marta o'tib tashlaymiz. Bu oson. Eng osoni bu shekilli. Ho'ba. Tezroq 55 qilaylar do'stlar. Ho'ba, bu yer endi menga oson. Bu yoqdan ham o'tib ketsam bo'ladi. Chunki u yerdan o'tib bo'lganman. Tezroq olib olsam ham bo'ladi. Bu video kam bo'lib qoldi. Shuning uchun mazza qilib ozroq yuramiz.
Qishloqni gapirishamiz, nima qilishni bilmadim. 5 minutlik video bo'lib qolmasak endi. Otib olim. Bularni qaranglar. Bu kerak emas endi menga bu. Hammasini o'chirib yuborib, buni suvni olib olasan. Bo'ldi, hammasi o'chadi. Bu parkurdan qaytib boraman. Xo'p. O'tolmayapti-yu. Parkurdan kelinglar, parkurdan qaytamiz bo'lsa qiziqroq bo'ladi. Men necha marta borib kelyapman do'stlar. Zato do'stlar, endi bir nechtasi omon qoldi degan o'ydaman. Hammasi omon qolibdi do'stlar. Deyarli hammasi omon qolibdi. Deyarli emas, hammasi omon qolibdi do'stlar. O'zi nechta blok bo'ladi? 7 tamida. Ya bittasi ketibdi. O qaysi ekan? Yo bittasi ketmaganmi? Bittasi ketganmi do'stlar? Ketmaganmi? Yozib ketinglar. Bu turaversin, kerak emas baribir. Bittasi hech nima ham qilmaydi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu men oldingi skinimga qaytdim aytmoqchi. Mana bu mening oldingi skinim. Mana bilmaganlar uchun, ko'rmaganlar uchun. Bu mening oldingi skinim edi, o'zim yaratgan. Bilmayman sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Menga o'zimga yoqardi shu skin. Tezroq kanalga obuna bo'ling. Men endi JTLdan ham boyib ketdim. Lekin bularni qayerga qo'yishni muammo bo'lib qoldi. JTLdan sandiq so'rab tursammikin? Bunday bormi? Xatga qo'yishga yo'q. Versak bor. Nima kerak menga? Yo'q do'stlar, mayli keyingi qismda sandiqlar yasab qilarman. Hammaga xayr. Sizlar bo'lganman Jardo YouTube. Kanalga darrov obuna bo'lib qo'ying, chunki 50 подписчикка ozroqgina qoldi do'stlar. Tezroq kanalga obuna bo'lib qo'ying.